Audio Jungle. Audio Jungle. Zelenskiy Rossiyaga dahshatli qish bilan tahdid qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy agar yaqin oylarda harbiy harakatlar to'xtatilmasa, Rossiyani dahshatli qish kutayotgani haqida ogohlantirdi. Uning ta'kidlashicha, Ukraina o'tgan qishga o'xshash davrni yana boshdan kechirishni istamaydi, ammo Rossiyani ham sinovlar kutmoqda. Bizda dahshatli qish bo'ldi va ularga ham oson bo'lmaydi, dedi Zelenskiy G7 sammitida jurnalistlarga. Shuning uchun deb ta'kidladi u, harbiy harakatlarni to'xtatish bo'yicha muzokaralarni sovuq tushkunga qadar boshlash kerak. Ukrainada 2025-2026 yilgi qish mavsumida Rossiyaning zarbalari tufayli ko'plab aholi punktlarida elektr energiyasi, suv va issiqlik ta'minoti bo'lmadi. Kiyevda kuchli sovuqda ko'plab uylar markazlashgan isitish tizimisiz qolgan edi. Vatikan va yahudiylar lobbisi Putinni aldadi. Lukashenko. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaga bostirib kirilganidan so'ng qo'shinlarga Kiyevdan chekinishni buyurgan, chunki undan buni muayyan siyosatchilar va kuchlar so'ragan. U tinchlikni tiklamoqchi bo'lgan, biroq aldangan. Bu haqda Aleksandr Lukashenko Al Arabiya telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qildi. Menimcha, bosh shtabdagi harbiy vakillarimiz ham agar ular Kiyevga hujumni davom ettirganida, u yerda Zelenskiy ham hech kim qolmagan bo'lardi deb hisoblashadi. Ularni yana bir marta aldashdi. Bu Vatikan va ajablanarli yahudiy lobbisi isroilliklar edi. Ular Zelenskiy nomidan bo'ldi, tinchlikka rozi bo'lamiz deyshti. Boshqalar ham. Men shundan kelib chiqdim. Keyin esa urush cho'zilib ketdi deb javob berdi Lukashenko. U shuningdek Putin qo'shinlari 2022-yilda Kiyevda bo'lganini va Rossiya prezidenti qo'shinlarni Ukraina poytaxtidan olib chiqishga rozi bo'lmaguncha hamma Ukrainaning kunlari sanoqli ekanini tushunganini aytdi. Belarus prezidentining so'zlariga ko'ra, Kiyevdan chekinish to'g'risidagi qaror Putin tomonidan tinchlikni tiklash uchun qabul qilingan. Uning fikricha, 5-yil davom etayotgan urushda hech kim o'z maqsadiga erishmadi, ammo Rossiya armiyasi muvaffaqiyatliroq va oldinga siljimoqda. Shuningdek, Lukashenko Zelenskiyga ehtiyotkor bo'lishni, tinchlanishni va uni Belarus aholisini qo'zg'atmaslikni tavsiya qildi. Avvalroq may oyi oxirida Lukashenko Ukraina prezidenti giyohvand moddalar iste'mol qilishi va ruhiy kasallikka chalingan bo'lishi mumkinligini aytgan edi. Lukashenko Zelenskiy haqidagi keskin so'zlarga izoh berar ekan, qayerdadir oshirib yuborganini tan oldi. Balki men qayerdadir oshirib yuborgandirman, lekin bu uning noo'rin bayonotiga javob edi. Bizda 500 ta nishon bor. Biz Lukashenkoning qayerdaligini bilamiz. Biz ertaga raketalar, dronlar bilan zarba beramiz dedi. Men indamadim. Hatto hamma mening indamaganimga hayron bo'lardi. Men tushunardim, odam shunday bosim ostida, yosh, tajribasiz, u harbiy odam emas, balki miyasida nimadir ishlamayotgandir. Men indamadim, ammo menga tahdid qila boshlaganida javob berishga majbur bo'ldim, dedi Belarus rahbari. Agar Vladimir Aleksandrovich mendan ranjigan bo'lsa, bu gapim uchun undan uzr so'rayman. Balki u haqda bunchalik keskin gapirmasligim kerak edi, ammo boshqa tomondan u tushunishi kerak. Bizda ko'pincha shunday deyishadi. Qanday gapirsang, shunday javob olasan, dedi Lukashenko.